Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizning Toshkent, Moskva, Chipaksa, Vladimir va Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz amalga oshirilmoqda. Shuningdek, Toshkent, Kazan, Namijichili va Nijnikamsk yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 3 kun seshanba, juma va shanba kunlari 18:00 da Toshkent avtovokzalidan premyer reyslarimiz amalga oshiriladi. Bizning avtobus kompaniyamiz sizga kafolatlaydi ishonchli xizmat, arzon narx kafolati, komfort zona va albatta davlat tomonidan sertifikatga ega bo'lgan reyslarimiz mavjud. Shuningdek, avtobusimizda sizga bo'lgan barcha qulayliklar, ya'ni 2 ta monitoring, 2 ta kuryer, zaryashnik, Wi-Fi, konditsioner va siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olib ketishingizga bo'ladi. Va joylaringizda masofadan turib band qilsangiz ham bo'ladi. Agar sizga shunaqa ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qiling va joyingizda masofadan turib band qiling. Tanlovda adashmang.